$350 dan tayyor bo'lgan oshxona yo'l. 1,5 milliard tonnali insonni ko'taryapti. Eshiklar vakuum qilingan, balandligi antresol 350 metr, ishlari laminat qo'yilgan, ikki tomoniga kargo shushilkasidan qo'shib berilgan. Kvartsvit stollochnisini berilgan. Bir kvadratmetr $350 dan, stollochnisasi alohida narxda. Oybek Qosimov degan bo'lsa, nima bo'lsa qo'shib berasiz. Hop, kargolarini qo'shib beramiz, ikki chekkasida, mo'ykasini qo'shib beramiz, tepaga sushilka qo'shib beramiz. Shushilkasini qo'shib berish. Do'stlar, ikki tomonlariga chiroyli qilib aynalab qo'yib berishgan, ranglarni cho'tki qilib berishgan, eshiklarga patsvet qilib berishgan, kafellar, pomidorlar hamma patsvet qilgan. Yoqqan bo'lsa layk qo'yib podдержка qilamiz. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Pastki nomerga aloqa chiqarasizlar. Oybek Qosimov degan bo'lsa, bonuslar olib qolish esdan chiqmasin. Voy, endi mana bu tomonga bitta ayna qo'yib berishgan. Bu tomonga ikkinchisini qo'yib berishgan, mana ikkinchisi. Bu aynani orqasiga polni nimani bekitib berishgan. Katenisi bor-ku, katenisi ham shuning ichida. Urilib ketdi. Mayka xolodilnikni qo'yiladi. Aytgandek, stolishnisasi bu kvarts stolishnis ekan, qimmatli. Bu alohida narxda. Buni endi o'zlaringiz zakaz qilaverasizlar. Pastki nomerga aloqa chiqarsa, hashtag bilan nomerlar yozib qo'yganman. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Oybek Qosimov degan bo'lsa, bonuslar hech narsa chiqmasin.